vafotidan bir asr o'tgach, Mo'g'ul imperiyasi qora o'lim oqibatlari bilan kurashib kelmoqda. O'zaro adovatga berilgan xonlar Osiyo va Yevropa hayotining manbai, Ipak yo'li ustidan nazoratni saqlab qolish uchun qo'g'irchoq hukmdorlarni taxtga chiqaradi. Mojaro markazida Barlos urug'idan bo'lgan yosh Temur o'z qavmiga qarshi chiqib, Mo'g'ul hukmdorlariga tinchlikni saqlab qolish uchun qasamyod qiladi. Kuchlar nisbatining o'zgarishi va sarkardalarning ko'tarilishi sabab imperiyalar hamda Ipak yo'lining taqdiri qil ustida turibdi. Temur. Bir 1363-yil Samarqand shahri. Turing. Amirni himoya qilish kerak. Nihoyat kelding. Bobo. Bu kimning ishi? Mo'g'ullarmi? Uni Tug'luxonning o'zi tayinlagan edi. O'lpon to'lab turgan odamni nega o'ldirsin? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Barloslar xanjarimi? Bu sizning ishingizmi? Yo'q, meni ishim emas. Axir u qo'g'irchoq edi. Mo'g'ullarning gumashtasi. Buni bizning urf qilgandek qilib ko'rsatishibdi. Bizning qavmimiz. Men askarlarim bilan Xurosonga akangni oldiga boraman. Uni yangi amir bo'lishga tayyorlaymiz. Sen esa bu ishni qilgan odamni top. Topolmasam nima qilasan, jiyan? Hammaga xabar qiling. Amir o'ldi. Balki u taxtga ko'z tikkanlardan biridir. Husayn bilan yetib kelgunimizcha unga ko'z quloq bo'l. Agar kutishmasa, urush Samarqandga keladi.
To'g'liqxon keladi. Temur. Qachon seni davring keladi? Kayxusrav. Yana boshlama. Azaxon o'ldi! Azaxon o'ldi! Qazaxon o'ldi! O'ldi! Amir o'ldi! Biz yo'qligimizda Samarqand haqidagi qo'rquvlarimiz haqiqatga aylandi. Kayxusrav yo'qoldi. O'lgan bo'lsa kerak. Amakim Hoji mo'g'ullarga qarshi telbalarcha isyon ko'tarib, butun shaharni To'g'liqxonning g'azabiga duchor qildi. Men esa mo'g'ullarga, To'g'liqxonga sadoqatni tanladim. Seni jiyaning menga sadoqat ko'rsatdi. Temur ahmoq. U o'z xalqiga xiyonat qildi. Ko'zlarimga tek qara. Agar amakimga ishonmaganimda barini o'sha kecha to'xtata olarmidim deb ko'p o'ylayman. Shunga qaramay u o'layotganida amirni o'ldirmaganiga qasam ichdi. O'zing meni shunga majbur qilding. Bu meni ishim emasdi. To'g'liqxon o'g'li Ilyosni buyuk Ipak yo'lidan bizni olib ketish uchun yubordi. Qaroqchilar tartibsizliklardan foydalanib, bizni qo'llab-quvvatlagan savdo karvonlarini talon-taroj qilishayotgandi. Hammasidan ayrilmasimizdan tezroq harakat qiling. Aravada o'qdori bor. Bahodirlar qayerda qoldi? Endi kutamiz. Janglar tugashini, xondan xabar kelishini, Husayn qonuniy taxtini egallaydigan kunni. Bo'lajak amirimiz nomidan biz bu yo'lni qo'riqlayapmiz. Tartib tiklanmaguncha mudofaani ushlab turamiz. Ular qora o'qdorining payiga tushgan. Xitoydan kelgan. Nazorat qilib bo'lmaydigan quroldan xavflisi yo'q. U shu atroflarda afsonalar yurgan Zardushtiy jodugar edi. Oddiy ayol meni yenga olmasdi. Ko'pam o'zingizga ishonmang.